Vaysul Qur'oniy aytganlaridek, haq bizga do'stni qoldirmadi. Hammani bizga qarshi dushman qildi. Yaxshilikka buyursak yomon ko'rishadi. Yomonlikdan qaytarsak, kimlardir yomon ko'rsa, kimlardir qoniqmasdan borib shuni halollab beradigan odamni izlashadi. Haq bizga do'stni qoldirmadi. Lekin Allohga qasamki, bu haqni modomiki hayot ekanman, odamlar ichida qoyim qilishdan to'xtamayman. Albatta imtihon qilinamiz. G'ururga ketayotganim yo'q men. Mol dunyoyimizda ham imtihon qilinamiz. Bola chaqamizda ham imtihon qilinamiz. Nafsimizda ham imtihon qilinamiz. Va ko'p aziyat ham eshitamiz. Agar lekin sabr qilsanglar, taqvo qilsanglar, ana shu puxta ishlardandir degan. Allohdan mana shuni umid qilamiz. Hamma vositalaring bilan bizga qarshi kurashinglar. Eshik ochiq. Hammamiz atrofimizdan tashlab qochinglar. Biror kishi darsimizni eshitmasin, men aytayapman mana. Bir kishi eshitmasin. Bizga odam soni kerak emas. O'shiringlar, hammani qaytaringlar. Yolg'iz o'zimiz qolaylik. Inshaalloh biiznillah bu ham bizni yo'limizdan o'zgartirmaydi. Qanday jonivor bo'lsin, lekin peshonasidan tutib turgan Robbim bor.